birinchi marta o'zi отказ chiqqan. Kuzda atkazib oldik. Menimcha pulga qarasa kerak. Hozir pulda endi masalan. Katta ehtimol bilan chiqmasa kerak deb umid qilyaptim, lekin chiqdi. Rahmat katta hammalarga. Assalomu alaykum. Bugun 16-fevral. Bitta samolyotda bir vaqtni o'zida 32 nafar talabalarimizni kuzatgani keldik. Ketayotgan talabalarimiz va ularni kuzatishga chiqqan yaqinlar bilan suhbatlashamiz. Qani ketdik. Mana bu yerda o'quvchilarimiz to'planib turib ekan, ular bilan birma-bir suhbatlashamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP. VIP tarifini qulaylik tomonlari nima deb hisoblaysiz? Xo'p, bu tarifning qulaylik tomonlari oldindan hech qanaqa to'lovlarsiz vizani oldik biz. Xo'p. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Xo'p, katta ehtimol bilan chiqmasa kerak deb umid qilyaptim, lekin chiqdi. Rahmat katta hammalarga. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga maslahatingiz? Agar kimdan-kim Koreyada yaxshi universitetlarda o'qimoqchi bo'lsa, 12201 ga murojaat qilishini so'raymiz. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, charchamaysiz. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif bo'yicha vizamiz qabul qildik. Hop, VIP tarifi sizga yoqdimi? Albatta, hammaga tavsiya qilaman. O'zim kutganimdan a'lo darajada. VIP tarifida qulaylik tomonlari nima degan? Qulaylik tomonlari, masalan, hamma dokumentlarni o'zlari mutaxassislari o'zlari bilgan holatda eng sifatli va eng ishonchli tarzda qilib berishadi. Shuning uchun men VIP tarif tanladim. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan o'quvchilarga nima maslahat bergan bo'lardi? Koreyaga ketmoqchi bo'lgan o'zimizga o'xshagan do'stlar, ukalarimizga shuni maslahat bergan bo'lardim. Avvalo o'sha ketayotgan davlatini tilini o'rganish, avvalo TOEFL sertifikati yoki IELTS sertifikatidan olib, albatta 12201 agensiyaga kelish. Bizni 12201 agency haqida fikrlaringiz? Ishonchli, sifatli, o'zini ishini ustalar tomonidan qiladi. Eng muhimi talabalarni ishonchini qozongan holda o'zini maqsad yo'lida oxiriga yetib, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan insonlar o'zini mutaxassislar. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Charchasizlar. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarifi bo'yicha aka. VIP tarifini qulayliklari nimada deb hisoblaysiz? Qulaylari endi aka aytadigan bo'lsa, kontraktlar ichida, ota-ona bank katta daromadli ichida, hamma elchixona to'lovlari hamma yo'q ichida, shunda viza chiqqandan keyin to'lov qilishib bizga yoqadi. VIP tarifini tanlab, shartnoma qildik, vizani qo'lga kiritdik aka. Viza olganingizdagi taassurotlar qanday bo'ldi? Endi aka kuzda atkazib oldik, yana bahorga harakat qilib viza oldik. Endi jini hayajon bo'ldi. Bu atkazdan keyingi viza boshqacha bo'ldimi? Juda zo'r bo'ldi aka. Bizni agentsiyani kimlarga tavsiya qilgan bo'lasiz? Endi bizdan keyingi ketadigan jiyanlarga tavsiya qilyapmiz. Xudo xolasa sizlar bilan kelib shartnomalar qilib, o'z vizalarni qo'lga kiritishni tilagini qoldiramiz. Bizni agensiya haqidagi fikrlaringiz qanaqa bo'ldi? Endi birinchi tomonlama anaqa qilgan ishga javob beradigan, vizaga javob berdi. Xudoga shu vizalar qo'lga kiritib ketyapmiz Koreyaga. Rahmat katta. Aka sog'lik charchamaysiz. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi? O'g'lingiz oldimi, qizingizmi? O'g'lim. O'g'lingiz viza oldi. Taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarim a'lo darajada. Birinchi o'rinda konsaltingdagi Jahongirbekka rahmat aytaman. Saidjonga rahmat aytaman. Qachon borsa yo'q demasdan har qanaqa ishimizni bitkazib berdi. Xursandmiz. O'g'lingiz qaysi tarif bo'yicha harakat qilib viza oldi? VIP tarifi bo'yicha. VIP tarif bo'yicha. VIP tarifi haqida fikrlaringiz qanaqa? Juda qulay ekan. Har qanaqa insonga VIP tarifini taklif qilaman. Hech kim haligi nima bo'lmaydi, norizo bo'lmaydi ekanda, hamma niyatiga yetar ekan. Xudo xolasa. O'g'lingiz viza olganda siz taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Saidjon telefon qilganda birinchi marta o'zi отказ chiqqan. Bu ikkinchi martasida Xudo xolasa viza oldi. Откazida rosa xafa bo'ldik, viza chiqqanda xursand bo'ldik. Xursand bo'ldik. Ta'riflashga til ojiz. Bizni agensiya haqida fikrlaringiz qanaqa? Zo'r, nomer 1. Andijon viloyati bo'yicha nomer 1 konsalting ekan. Ishondik. Boshida ishonmaganmiz, lekin Xudo xolasa ishondik. Hamma ishchilariga rahmat, sog' bo'linglar. Omadinglarni bersin. Rahmat katta. Rahmat. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdik, xudo xolasa. VIP tarifini qulaylik tomonlari nimada deb o'ylaysiz? Qulaylik tarafi masalan, ko'pchilik hozir pulda endi masalan. Oldindan pul yo'q, shu pul to'lash yo'q, shu qulaylik taraflari. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? To'g'risi, hali Xudo bitta yo'lingizni ochsa, hech narsa emas ekanda, uni aytib bera olmayman-da, bu yerda qanaqa xursandchilik bo'lgan.
Shunaqa. Viza olganingizda birinchi bo'lib kim bilan uni ulashdingiz? Endi hamma menimcha mana shunaqa qilsa kerak, uydagilar, dadam, ayamga birinchi bo'lib. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga xolisona maslahatingiz. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga shu yaxshi koreys tilini o'qib, shu yaxshi niyat qilsa, hamma narsa bo'lar ekan. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarifi bo'yicha 100%. VIP tarifini qulayliklari nimada deb hisoblaysiz? VIP tarifda hamma yoq garant bo'ladi, yo'qotish bo'lmaydi. Chiqish foizi ham ko'proq bo'ladi. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Avvalo ota-onamga rahmat, shu kungacha qo'llab-quvvatlashgan. Xursand bo'ldik. Alhamdulillah. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga nimani maslahat bergan bo'lasiz? 1201 agentstvadan ketishni maslahat beraman. Biza agentство haqida fikrlaringiz? Fikrlarim rahmat katta sizlarga, ancha yordam berdinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif bo'yicha. VIP tarifini qulaylik tomonlari nima degan? Qulaylik tomoni oshcha yugurmaymiz. Sizlar hamma sharoitlarni qilib berasizlar. Bizga oshcha muammo bo'lmadi. Biza agentство haqida taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarim yaxshi, rahmat katta. Xudoga shu vizalar qo'lga kiritdik. Bugun Viza- olamiz. Viza olganingizdan keyin hayajonlar qanaqa bo'ldi? Viza olganingizni eshitganingizdan keyin. Ozgina bosim bo'ldi. Uydagilar xursand, men ham xursandman. Birinchi bo'lib kim bilan baham ko'rdingiz? Dadam bilan. Xursand bo'lishdimi? Ha, Biza agentstvani bironta odamga maslahat bera olasizmi? albatta hammaga maslahat bera olaman. Biza agentstvo haqida fikrlaringizni ayting. Fikrlarim yaxshi. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga xolisona maslahat. Olsana mazkur 12 birga kelsa. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisizlar? Farzandingiz viza oldimi yoki? Viza oldilar, sizlarga katta rahmat. Biz agentstvo haqida fikrlaringiz qanaqa ekan? Mana shu VIP tarifida ulanib viza oldik. Ancha qulayliklari bor ekan. Oldindan to'lovi yo'q, keyin hamma yo'q. Vizalar chiqqandan keyin bizni mana shu yo'nalishga nima qildilar? Mana o'g'limiz ketyaptilar. Xursandmiz sizlardan. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kirityapsiz? VIP tarifi bilan vizani qo'lga kiritdik. VIP tarifini qulaylik tomonlari nima degan? Qulaylik taraflari oldindan to'lov bo'lmaydi. Viza chiqqanda olaverasiz, to'lovni qilasiz. Viza chiqmasa, siz kuymaysiz plyuzga. Shu tarafidan bizga foydali bo'ldi. Viza olganingizdagi taassurotlar qanaqa bo'ldi? Endi taassurot boshqacha bo'ldi. Sizda qanaqa taassurot bo'ldi? Sog'inchisi, O'g'limiz endi xursandchiligiga mana sherik bo'ldik. Niyatlariga yetdi, mana maqsadlari bor edi anchadan beri, mana maqsadlariga yetdilar. Mana shunga xursandmiz, o'zi ham xursand. Mana sizlardan minnatdormiz, Xudoga shukr. ketmoqchi bo'lgan o'quvchilarga qanday xolisona maslahat bera olasiz? Endi hozir mana shu 12 agensiyadan ketdik. 12 agensiyadan. Bularda qulaylik taraflar, shu VIP tarifdan ketishsa osonroq chiqadi deb o'ylayman. Eng muhimi sizlar pullaring bo'ladi-da, risk qilmaysizlar pullaringni. Viza chiqsa ketaverasiz Koreyaga. Oson. Osongina. Xavotirsiz. Endi sizga sabr kerak xolos. Qolgan narsasi hammasi sekin bo'laverar ekan. Rahmat katta. Xo'p bo'ladi, rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshi. Qaysi tarif bo'yicha viza qo'yib VIP tarif bo'yicha. VIP tarifini afzalliklari nima degan? Oldindan 1 so'm to'lov qilmaysiz ekan, viza chiqsa to'lov qilasiz ekan, bo'lmasa yo'q. Sizga bu tarifimiz ma'qul bo'ldimi? Ha, albatta. Bizni agentstvani kimlarga maslahat bergan bo'lasiz? Barcha hammaga to'piga bor, yo'qlarga endi olmoqchi bo'lganlarga. Ketayotgan o'quvchilarga nimani maslahat berasiz? Topik 2, 3 larda olib, 1201 agency bilan qilishni maslahat beraman. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif bo'yicha. VIP tarifidagi fikrlaringiz qanaqa? Qulayliklari ko'p, hamma narsa ichida bo'ladi. Viza chiqqandan keyin to'lov bo'ladi. Ungacha hamma narsasini o'zlari qilib beradi. Viza olganingizdagi taassurotlar qanday bo'ldi? Hayajon uni gap bilan tasvirlab bo'lmaydi. O'ta ham kuchli. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga xolisona maslahatingiz? 12 yurli tanlaylar, maqsad sari o'rganinglar. Maqsad sari o'rganinglar. Assalomu alaykum. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif bo'yicha. VIP tarifi haqida fikrlaringiz qanday? VIP tarif zo'r, hammaga taklif qilamiz. Yaxshi bo'ldi. Bizni agentstvo haqida fikrlaringiz qanaqa? Agentstvo zo'r. Hammaga Saidbek akalarga, Otajon akalarga, sizlarga rahmat.
viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlar unaqasi bo'lmagan joyga keldim, unaqa taassurot viza olgan. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga qanday nimani maslahat bergan bo'lasiz? 1201 ishani o'ringlar. Dushi. Assalomu alaykum. O'g'lingiz viza olibdi, tabriklayman. Rahmat. Qaysi tarif bo'yicha viza oldi? VIP tarifi bo'yicha-da. VIP tarifini qulayliklari qanday? Acha viza chiqib, asosan to'lovlari ham yaxshi ekan. Viza chiqib, hamma yo'q tayyor bo'lgandan keyin to'lov qildik. Rahmat hammalaringga, shu sizlarda yordamlaring bilan mana farzandlarimiz shu darajaga yetishdi. Vizalarni oldi, nihoyatda xursand bo'ldik. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Rosa yaxshi fikrdaman. Omadlaringni bersa, shunaqa farzandlarimizni shunaqa o'qishlarga jo'nataveringlar. Rosa yaxshi yordam berishdi. To'xtamasdan gruppalarda yozib, bilmaganlarini o'rgatib katta yordam berishdi. Rahmat hammasiga. Kelajakda Koreya davlatiga ketmoqchi bo'lgan talabalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Asosan shu koreys tilini o'rganib, shu sizlarni firmalaringga borishini aytardim, hammaga taklifini berardim. O'g'lingiz birinchi marta viza olganda qanday taassurotlar bo'ldi? Nihoyatda xursand bo'lib ketdik. Saharda bo'ldi bu ish. O'g'lim bilan endi hali so'ng o'tmagan edi-da, nihoyatda xursand bo'lib ketdik. O'zimizda yo'q xursand bo'ldik. Viza olganingizda taassurotlar juda zo'r. O'g'lim ham xursand bo'ldi, men ham xursand bo'ldim. Rosa ham xursand bo'ldik. Rahmat sizlarga. Sizni taassurotlaringiz qanaqa? O'zingizniki? Meni taassurotlar juda ham yaxshi. Alloh yoshga vizalar sizlar chiqarib berdilar. Avvalo Allohdan sizlarga ishonib sizlar bilan topshirdik. Viza chiqdi. Birinchisi chiqdi viza. VIP tarifini kimlarga maslahat berardingiz? VIP tarifda hammaga maslahat beraman. Ko'proq shu VIP tarifda chiqyapti hozir. Vizalar VIP tarifda chiqyapti. Ko'proq VIP tarifda. Bo'ldi. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Rahmat opa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? Men VIP tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdim. VIP tarifini afzalliklari, qulayliklari. VIP tarifda afzalliklari juda ham ko'p. Birinchidan oldindan to'lov yo'q. Hozir ko'pchilikda pul muammo bo'lgani uchun bu VIP tarifda faqat viza qo'lga tekkandagina pul to'lanadi. U universitetga qarab. Bizni agentство haqida fikrlaringiz qanday? Agensiya o'ta zo'r. Hali boshqa firmalardan ko'ra ancha zo'r. Viza chiqish imkoniyati juda ham ko'p. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan o'quvchilarga nimani maslahat bergan bo'ladi? Koreyaga ketmoqchi bo'lgan o'quvchilarga iloji boricha bilim darajasini zo'r qilib, bundan ham yuqori martabalarga erishib, keyin ketishini tilakdoshiman. Keyin yana qo'shimcha qilsam maylimi? Endi shu darajagacha kelganim uchun ota-onamga ming rahmat. Uydagilarimga meni sog'lig'im uchun qarab, pul topib o'qitgani uchun otamga ming rahmat birinchi o'rinda. Onamga rahmat, uyda qaragani uchun. Keyin onamga, katta onam, bobomga rahmat. Meni o'qishlarga olib borib, mana 201 agensiyaga olib kelgani uchun, chunki dadam Rossiyada bo'lib qolgan, onam ishda bo'lib qolgan. Kattalar olib borgan meni, shartnomani kattalar bilan qilganmiz. Aytib paytda birinchi o'rinda ustozimga rahmat, Liza ustozga. Endi borib tabriklamadim, uzoqroq dedim. Ishlarim ko'payib ketib qoldi. Shuning uchun tabriklamadim. Birinchi o'rinda Liza ustozimga rahmat. Xohlasangiz kameraga qarab turib, Liza opani alohida tabriklashingiz mumkin. Liza opa, siz bizni o'qitdingiz, uqtirdingiz. Top 2 olishimga sababchi bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Endi sizni yo'qlab bora olmadim, uzr. U yoq dedim, bu yoq dedim, hujjat to'g'irlab yurdim. Ustozim, sizga katta rahmat. Bundan ham baland marralarga erishishimizga tilakdosh bo'lib turganingiz uchun ham rahmat. Bizni shiorni bilasizmi? Ha, albatta. 1201 agency. Maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi tarif bo'yicha? VIP tarif bo'yicha viza oldik. VIP tarifini qulaylik, afzallik tomonlari nimada ekan? Tarif shu, pul to'lamasdan vizasiz ekan, qulaylik taraflari. Bizni agentstvani kimlarga maslahat berasiz? Shu barcha ketmoqchi bo'lganlarga maslahat beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, sizlarga aloqa qilsa. Bizni agentstvo haqida fikrlaringiz qanaqa? Fikrlarimiz zo'r, yaxshi. Xodimlar va ularda xodimlar muloqotlari zo'r, hammasi samimiy fikr, zo'r, maslahatlar yaxshi beradi. Bizni agentstvo haqidagi taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlar zo'r.
Taassurotlar yo'q hozircha. Yangi ketmoqchi bo'lgan talabalarga nimani maslahat bergan bo'lasiz? Xo'p, tezroq shoshilib kelishlar maslahat beramiz. Sizlar bilan bog'lanib ketishni nima qilamiz? Yaxshi VIP tarifda. Sizlar zo'r bo'ladi. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarifi bo'yicha VIP tarif haqida fikrlaringiz qanaqa? yaxshi taassurotlar bor. Hamma narsa o'zingizlar harakat qilib, biz faqat oxirida shu shartnoma bo'yicha nima yopganimiz, shu xolos. Barchaga qulayliklar sizlarning tomonidan bo'ldi. Viza olganingizdagi taassurotlar qanaqa bo'ldi? O'sha kuni ishda edim, telefon qildinglar, tabriklaganlar, o'zim ichimdan xursand bo'lib ketdim. O'sha kuni rosa kutib yurgandim. Eng qizig'i hammadan birinchi vizam chiqqani uchun rosa xursand bo'lib ketdim o'zim. Ich-ichimdan maza qilib oldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'g'lingiz viza olibdi. Tabriklayman. VIP tarif bo'yicha viza olibdi. VIP tarifini qulayliklari nimada deb hisoblaysiz? Qulayliklari birinchi o'rinda ishonch, har tomonlama dokumentalning bo'ldi, hamma yo'q. Biz xursand bo'ldik, hammasidan qoniqdik. Juda ma'qul keldi, yaxshi bo'ldi. O'g'lingiz viza oldim deb aytganda taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? Juda ham xursand bo'ldim. Bo'lib ham birinchi viza chiqishi birinchi bo'ldi. Ham birinchi o'rinda chiqqani uchun juda ham xursand bo'ldik, mamnun bo'ldik. Rahmat sizlarga ham. Biza agentство haqida fikrlaringiz qanaqa? Sizlar agentsiya tavsiya qilaman ko'pchilikka, ishonchli ekan. Ko'pchilikda masalan har xil nimalarga murojaat qilganmiz boshida, sizlarni borib birinchi o'rinda gaplashganimizda, suhbatlashganimizda sizlarniki ma'qul keldi, tanladik. Mana Allohga shukr, niyatlarimizga yetdi. Mana o'g'lim ketyapti. Xudoga shukr, sizlarga ham rahmat katta. Ketayotgan talabalarga nima qilishini maslahat bergan bo'lasiz? Ketayotgan talabalarga endi mana shu nimalari bo'yicha o'qishlari kerak, borib o'zi kasbini egasi bo'lish kerak, avvalambor, keyin o'zini yutuqlariga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Ketmoqchi bo'lgan talabalarga nima maslahat berasiz? Astoydil harakat qilishlikni, yaxshi o'qishlikni tavsiya beraman. Yaxshi o'qisa o'zi uchun yaxshi bo'ladi har doim. Har doim. Biz agentsiyani shu yerda bilasizmi? 1201 agency maqsad sari birgalikda. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdingiz? VIP tarif bo'yicha qo'lga kiritdim. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanday? Aka, viza olganda zo'r bo'ldi, taassurotlar, xursand bo'ldi, ancha. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga qanday maslahat bergan bo'lasiz? Koreyaga ketmoqchi bo'lgan talabalarga shu 201 agency bilan shartnoma qilib, VIP tarifda yana ham yaxshi viza chiqqandan keyin to'lov qilinadi. Biz agentство haqida fikrlaringiz qanday? Sizlarning agentstvalarga xudoga shukr zo'r, qo'ldan kelgancha yordam qildi. Hamma hujjatlarni o'zlari to'plashib, hamma harakatni o'zlari qilishdi. Biz shu uy hujjati, keyin texpasport berdik, bo'ldi. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qaysi tarif bo'yicha vizani qo'lga kiritdinglar? VIP tarif bo'yicha. VIP tarif bo'yicha. VIP tarifda qulaylik tomonlari nima degan? Oldindan to'lov to'lamasligi. Shu oldindan to'lov to'lamasligi, kontrakt, yotoqxonalar, hammasi VIP tarif yaxshi. Biz agentство haqida fikrlaringiz? Fikrlar juda ham zo'r. Biz ishondik, harakat qildik, viza chiqdi. Menda ham shu, hamma yoq zo'r. Endi qolganlarga tavsiya qilamiz. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan yangi talabalarga xolisona maslahatingiz? Tavsiya beramiz, ishonib kelsin, o'qisin bo'ldi. Shu 1201 dan dokument qilib, karsini yaxshi o'rganib, xudo xolasa ular ham yaxshi niyatlarda borishadi, mana shu konsultingdan. VIP tarifini qulaylik tomonlari nimada deb hisoblaysiz? Qulay tomonlari endi ko'pchilikka pul masalasi bo'ladi, oxirida to'lanishi. Endi hamma menimcha pulga qarasa kerak, Koreyaga ketganlar. Menimcha shu. Menda ham shu. Viza chiqqandan keyin to'lov olinishi yaxshi. Viza olganingizdagi taassurotlaringiz qanaqa bo'ldi? U ashyon tushuntirib bo'lmaydi. Yaxshi. Biz ham shu birdaniga ishga kirsa yaxshi chiqib qolib xursand bo'ldik. Xursand bo'ldingizmi? Rahmat bolalar. Rustamov Faxriddin. Tabriklayman. Oliy sertifikatlaysiz. Ayting. Rahmonov Bahromjon. Isroil Nurmuhammad. Sertifikatdan oling. Tabriklayman. Omadingiz bo'lsin. Jamoliddinov Jahongir. Tabriklayman. Yusufjonov Hojiakbar. Tabriklayman. Omadingiz bo'lsin. Mana. Abdultalipov Biloldin. Rasm qo'yib olamiz. Tabriklayman. Yusuf Shahzodbek. Tabriklayman. Omadingiz bo'lsin. Arabjonov Asadullo. Tabriklayman.
Muxtarov Ozodbek. Ozod. Abdumuxtorov Ozodbek. Ya. Tabriklayman aka, omad sizga bo'lsin. Dolimov Ozodbek. Akajon, tabriklayman. Anajonovdan Muslimaxon. Qarshi. O'nchani bering. Asha borish qilib ketasiz. Maratbek Pahlavon. Mirobidov Zafarjon. Aka tabriklayman, omad sizga bo'lsin. Qilichov Muhammad Aziz. Akajon, tabriklayman. Zafarjon Nodirbek. Tabriklayman aka, omad sizga bo'lsin. Ikromjonov Oyatullo. Tabriklayman. Odiljonov Sirojiddin. Aka tabriklayman, omad sizga bo'lsin. Isakjonov Muhammad. Tabriklayman. Ibrohimov Odiljon. Odilbek. Tabriklayman. Jon qo'shib yubordimi endi? Parpiyev Azizbek. Akajon, tabriklayman. Ma'murbek Bobirjon. Mana bola qarshi qarta qilyapti. Uchinchisida ketyapti, uchinchisida. Habibullah Yusufbek. Akajon, tabriklayman. Jumaboyev Omadbek. Tabriklayman, omad sizga bo'lsin. Oripov Ahadbek. Vizalar ushlab turinglar bolalar, vizalar ushlab Akajon, tabriklayman. Erkinov Jahongir. Bunga ham yaxshi qarshi ikkinchisida ketyapti hozir ham. Omad. Tohirov Oyatullo. Akajon, tabriklayman. Ko'raveramiz. Muxtorov Muhammad Yusuf. Akajon, ikkinchisi. Abdug'aniyev Abdumuhsin. Akajon, tabriklayman. Ham sizga. Tojimatov Shohruxbek. Sizga tabriklayman. Madaminov Aliddin. Tabriklayman, omad sizga bo'lsin. Orisi Dehqonov Azizbek. Tabriklayman. Bu hali hammasi emas. 23-fevral kuni Janubiy Koreyaga yana bir qancha o'quvchilarni kuzatish arafasidamiz. Bizni kuzatishda davom eting. 12 Agency.